Insoniyat paydo bo'libdiki, u hamisha o'rganish, izlanishga o'zida katta ehtiyoj sezadi. Tajribali va ilmli kishilardan o'rganish har bir inson uchun, ayniqsa yoshlar uchun suv va havodek zarur. Ilm va ma'rifat insonni ziyoga yetaklaydi. Ilmsizlik esa jaholat jariga qulatadi. Barcha sohalarda bo'lgani kabi siyosatda ham tajribasizlik va yetarli bilimga ega bo'lmaslik nafaqat bir kishiga, balki butun bir jamiyatga salbiy ta'sir o'tkazishi ma'lum. Butun bir mamlakat aholisiga ta'sir kuchi salmoqli bo'lgan siyosatchilarning xatosi, tajribasizligi yoki bilimsizligi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar. Zamondosh televideniyasining o'rganishga molik mavzular dasturining navbatdagi soni efirda. Ko'rsatuv muallifi va boshlovchisi men Ulug'bek Bakirov. Bugun 2011-yilning 21-iyul seshanba oqshomida Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli davlat va siyosat arbobi Jahongir aka Muhammad bilan birgalikda sizlarni qiziqtirgan savollar asosidagi suhbatimizni boshlayman. Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom. Demak Jahongir aka, har galgiday siz nomingizga teletomoshabinlarimizdan kelgan navbatdagi savollar bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Demak, tomoshabinlarimizga shu narsani alohida aytib o'tishni men joiz deb bilamanki, mana shu oxirgi Jahongir aka bilan bo'lgan ko'rsatuvdan keyin albatta juda ko'p savollar olyapmiz har galgidek, lekin savollarni mazmun mohiyati bir mavzuga taalluqli bo'lgani uchun biz shu savollarni umumlashtirilgan holatda bir mavzu atrofida to'xtalib, shuni bafurja muhokama qilib, keyingi ko'rsatuvlarimizda boshqa mavzularga o'tishni biz oldimizga rejalashtirganmiz. Shunday rejamizga nima deysiz Jahongir aka? Juda yaxshi, ya'ni umumlashtirib bitta mavzuni agar keng bunday ochib bera olsak, qaniki bu ne baxt. Demak, bugungi mavzuyimiz O'zbekistonda qachon demokratik huquqiy davlat quriladi yoki demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari haqida bo'ladi. Lekin bu mavzuga o'tishdan avval lekin bir ikkita savollar bor. Shu savollarga sizga bersam, shunga javob olgandan keyin shu mavzuga o'tsak. Demak, Shohjahon deb o'zini tanishtirgan hamyurtimiz demak quyidagicha ikkita savol bilan murojaat qilyapti. Assalomu alaykum Ulug'bek, sizga va barcha ishlaringizga hamda yaqinlaringizga jamiki yaxshiliklarni tilayman. Mening savolim haqiqiy hammaga o'rnak bo'la oladigan xalqparvar Jahongir akaga deb boshlanibdi. Savolini birinchisi, demak, mualliflik huquqiga munosabatingiz qanday? Masalan, 3 yildan ziyod sizning jamoangizning, qolaversa oilangizning mehnati singan o'zbekcha, inglizcha mukammal lug'at skanerlangan holda internetda paydo bo'lsa, bu kitobning sotilishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, sizlarga moliyaviy zarar keltirsa, mehnatingizga achinmaysizmi yoki uni iqtisodiy jihatdan qo'li kaltaroq, lekin asl muxlislar foydalanishi uchun qulay imkoniyat yaratilganligidan ko'proq odamlarga haqiqiy naf berayotgandan mamnun bo'lasizmi? Debdi bu birinchi savoli ekan. Marhamat Jahongir aka. Haqiqatan bu masala juda ham muhim va keng masala. Lekin bugunga qadar meni unchalik qiziqtirgan emas, chunki balki meni hayotim shunga majbur qildi. Men mana hamma kitoblarimni ochiq qo'yaman va ular erkin. Bugunga qadar kitoblarimni hech sotmagan edim. Lekin bu o'zbekcha, inglizcha lug'atga kelsak, buni ham men sotayotganim yo'q, buni o'sha bir nashr etgan nashriyot sotmoqda va mualliflik huquqi menda emas, mualliflik huquqi ularda. Ya'ni agar bir narsa bo'lsa, mualliflik huquqini himoya qiladigan tashkilot bu kitobni o'sha nashr etgan tashkilot. Lekin mana shu jarayonlarda bu Amerikada shu narsa yaxshiki, agar bir ilmga yo'nalgan narsalar bo'lsa, uni bepul qilish yo'llarini doim qidirishadi. Agar siz Washingtonga kelsangiz, hamma muzeylar bepul. Lekin har bir muzeyning ichidagi narsani dunyoni qayerdandir necha million dollarga sotib olingan, lekin o'sha ilmga, madaniyatga, san'atga bo'lgan odamlarni qiziqishi hisobga olib bepul qo'yilgan. Juda katta pul sarflanadi ammo unga.
Mana shu nuqtai nazardan masalan biz ham bir taklif qilgan edik kitobda. Shuning uchun ham masalan o'sha kitobni ular deylik $175 sotyapti nashriyotni o'zi va bizga mualliflarga istagan odamlarga arzon olib berish imkonini berdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hattoki hozir endi mana shu kitobni elektron nashri ustida ishlayapmiz. Kelajakda tabiiyki bu internet shundayki, u yerda juda qiyin masala, mualliflik huquqi qaysi nuqtada boshlanib, qaysi nuqtada tugaydi uni topolmay qolasiz. Ertaga agar elektron nashri chiqsa agar tabiiyki bu hamma yoqqa tarqalib ketadi. Kimlardir ko'paytirib oladi, kimlargadir o'zimiz yuborishimiz mumkin va boshqa va hokazo. Mening ham bitta o'sha orzuyim shuki, o'sha qilgan ishimiz kimgadir foyda keltirsin, kimgadir xizmat keltirsin. U qayerdadir chang bosib yotadigan bo'lsa agar, hayf unday mehnatga. Shuning uchun ham bu narsada mening fikrim mana shu. Ammo kelajakda agar O'zbekiston demokratik davlat bo'ladigan bo'lsa, u yerda shu mualliflik huquqi mahkam qo'yilishi kerak. Umuman ijodkorlarni mana shu ijodi qattiq himoya qilinishi kerak. Mana shu yerda bir misolda aytib o'tib ketmoqchiman. Yaqinda o'sha mashhur shoirimiz Yodgor Obid bilan gaplashib qoldik. U kishi aytayaptilarki, bu Facebookda kimdir u kishini she'rlarini olib o'zini ismi bilan e'lon qilayotgan ekan. Bu endi nafaqat o'g'irlik, bu endi tubanlik, bu endi o'sha vijdonsizlik, mana shunaqangi bir narsa. Endi haligi bu birovni mulkini borib turib haligi bosib olishdek gap bu. Mana shunday paytlarda tabiiyki bularni qonunga solish kerak. Menimcha hozir butun shu borada xalqaro hujjatlar tayyorlanmoqda. Masalan deylik BMTda xalqaro inson huquqlari borasidagi hujjatlar kabi internet bo'yicha ham xalqaro hujjatlar tayyorlanmoqda va buni tashabbuskori Amerika va mana shu tayyorlansa u yerda mana shu avtorlik huquqi juda katta o'rin oladi. Unga hamma davlatlar qo'shiladi. O'sha paytda qayerda buzilsa agar shunga javob beradigan holat yuzaga keladi. Amerikada hozir allaqachon bu ishlay boshladi. Juda kuchli ravishda va lekin shuni aytish kerakki, sudlar bunga juda qattiq jiddiy e'tibor bermoqdalar. Masalan, $1 yetmagan qo'shiqni eshitgani uchun 1 millionga qadar jarimaga qo'ymoqdalar odamlarni. O'sha g'ayriqonuniy ravishda eshitib, o'g'irlab, masalan, birovni eshitilmasin deyilgan narsani olib eshittirib yoki boshqalarga eshittirib tarqatib yuborgani uchun. Shuning uchun ham umuman aqliy mulk kelajakda albatta muhofaza qilinishi kerak. Rahmat. Demak, mana shu Shohjahonning navbatdagi savoli Demokratik O'zbekiston Kongressining hozirgi faoliyati haqida gapirsangiz, bizningcha u ancha sustlashib qolganday. Sabab nimalarda? Ushbu xatni o'qiganingiz uchun ham rahmat. Umid qilamanki, e'tiborsiz qolmaydi debdi. Albatta, mana sizni savolingizni Jahongir akaga beryapmiz. Demak, Jahongir aka, umuman mana shu Demokratik O'zbekiston kongress haqida ko'pchilik, nafaqat bu odamni, balki boshqa muxlislarimiz ham shu tashkilotni faoliyati, umuman shu haqida qiziqishyapti. Marhamat. Endi men umuman bu faol siyosat bilan shug'ullanmayman degandan keyin bu ma'lum bilasiz, bu tashkilotni men yoshlarga topshirgan edim, jumladan Yusuf Jumanov o'g'liga va uning faoliyati qanday borayotganligidan mening ham xabarim yo'q. Agar mendan qandaydir maslahatlar kerak bo'lsa, maslahat yo yordam kerak bo'lsa, yordam berishim mumkin, lekin haqiqatan ham tashkilotning faoliyati hozir ko'zga ko'rinmaydi. Balki kelgusida bu bir qaytadan oyoqqa qo'yilishi mumkin. Lekin men o'sha faol siyosatda nima uchun qatnasha olmasligim sabablarini yozgan edim. Endi aslida shu ilmga, ijodga yo'nalgan bir ishlar qilish nuqtai nazardan, ya'ni biror bir tashkilot rahbari bo'lish yoki boshqa bir narsalardan ko'ra bu hozir qilayotgan ishlarimda kattaroq foyda bor deb o'ylayman. Rahmat Jahongir aka. Demak, bugungi mana shu
ko'rsatuvimizning asosiy mavzusiga o'tsak, umuman O'zbekistonda qachon demokratik, ya'ni huquqiy davlat quriladi yoki demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari haqida. Albatta bu mavzu bugun o'rtaga chiqayotgani yo'q. Yillardan beri shu mavzu atrofida muxolifatchilar, umuman mana shu inson huquq himoyachilari, nainki bular, balki butun jamoatchilik shu haqida ko'p gapiradi, ko'p yoziladi, ko'p eshittirishlar, ko'rsatuvlar tayyorlanadi. Lekin bu borada hammani albatta fikri har xil. Sizda ham ko'p yozgan mana shu asarlaringizdan biz bilamiz bu haqida ko'p mana shu demokratiya haqida yozilgan fikr mulohazalaringizni. Lekin garchi shunday bo'lsa ham bugun yana bir shuni atroflicha to'xtalib o'tsak jonli tarzda, umuman O'zbekistonda Jahongir aka, mana sizni tajribangiz, siyosiy tajribangizdan kelib chiqqan holatda aytadigan bo'lsak, siz qanday ko'rasiz O'zbekistonning kelajagini va umuman bizda ham mana shu boshqa rivojlangan davlatlar kabi bir demokratik jamiyat quriladimi va qachon qurilishi mumkin deb hisoblaysiz? Marhamat Jahongir aka. Endi o'tmishni ko'rmay kelajakni taxmin qilish mumkin emas. Bugun demokratiya degan so'z yunoncha. Lekin demokratiya degan so'z nimani qamrab olgan desangiz, aslida bu o'sha bizning butun tariximizda ham bor qamrab olgan nuqtalar. Masalan, uzoqqa bormaylik, o'sha Farobiyda asarlarini, Abu Nasr Farobiyda asarlarini olib agar o'qisangiz, u yerda o'sha bir shahar ahlining qarashlari degan kitobida biz uni bir necha marta nashr etganmiz, Turon Zamin nashr nimasida, saytida. U yerda bugungi biz orzu qilgan demokratiyani shunday chizib qo'ygan Farobiy. Shahar ahli nimalar qilish kerak, shahar rahbarlari nimalar qilish kerak, shahar qanday boshqarilishi kerak. Umuman keyinroq, undan keyin yo undan oldingi holatlarga qarasangiz ham, hattoki o'sha dinimizni asosiy o'sha Qur'oni Karimni o'ziga qarasangiz ham biz istagan demokratiya o'sha yerda bor. Lekin endi bugun uni nomi yunoncha bo'lgani uchun ba'zilar buni kufr deydi, ba'zilar u deydi, ba'zilar bu deydi. Yo'q, demokratiya bu mana shu inson o'zligini ifoda etishi. Siz o'zligingizni turli yo'llar bilan ifoda etasiz. Endi masalan deylik, bir joyda ko'pchilik bo'lib yashaydigan bo'lsangiz, albattaki u yerda o'sha bir qonun, qoidalar o'rnatilishi kerak. Bo'lmasa u o'rmon bo'ladi. O'rmon hayoti bo'ladi. Gap mana shu qonun, qoidalar qanday o'rnatilishida. Demokratiyaning eng muhim nuqtasi mana shunda. Ya'ni bitta odam yo ikkita odam chiqib hammani kaltaklab turib, yo'q, mana bu yo'ldan yurasan deydimi? Yoki hamma odamning fikrlari olinadi-yu, keyin bir o'rta yo'l topiladimi? Butun gap mana shunda. Buni hech qanday dinga qarshiligi, Xudoga qarshiligi yo boshqa narsalarga qarshiligi yo'q. Bu inson mana shu dunyoda, o'zi yaratilgan dunyoda qanday yashashi kerak ekanligini belgilab olishi. Masalan, oilangizda qanday belgilaysiz? Xuddi mana shunday gap. Demokratiya degani mana shunday men tushunaman. Shuning uchun ham O'zbekistonda ham men o'ylaymanki, o'sha butun xalq ishtirok etishi kerak o'zining kelajagi, o'zining hayotini boshqarishda. Qanday ishtirok etadi? Hammasini olib kelib parlamentga yoki prezident apparatiga sig'dira olmaysiz. Demakki, bu odamlar o'zlarining vakillarini yuborish orqali. Mana shu vakillarni yuborish bu saylov. Mana shu saylov erkin bo'lishi kerak. Agar saylov erkin bo'lsa, xalq istagan odamlarni yuboradi. 4-5 ta odam chiqib, 4-5 xil fikrni aytadi va xalq tanlab oladi. Mana bunisi bizga yaqinroq deydi. Shu odamni yuboradi, u odam xalq uchun kurashadi. Juda bir oddiy nima? Tabiiyki bugunga qadar aytishadiki, o'sha demokratiya juda yomon. Lekin mana shu juda yomon hamma yomonlarning ichida yaxshisi. Shuning uchun ham O'zbekistonda ham buni istamagan odam yo'q. Bunga o'sha qarshi bo'lib turgan odam ham yuragini tagida shuni istaydi. Buni ming yillardir hamma istagan. Endi tasavvur qiling, masalan, xalq yoki bir guruh odam qamoqda. Hamma yoq zanjir bilan o'ralgan, temir bilan o'ralgan.
Kimdir aytadiki, eshikni ochsak yoki falon kuni eshik ochiladi desa, hammani ko'nglida bitta narsa bo'ladi. Shu eshikdan birinchi bo'lib men chiqsam degan. Kim ozodlikni istamaydi? Kim erkinlikni istamaydi? Hamma istaydi. Shuning uchun ham biz doim aytamizki, baribir O'zbekiston mahkum, demokratiyaga mahkum. Chunki xalq shuni istaydi. Uni qandaydir bir ma'lum muddatlarda ma'lum kuchlar to'xtatib turishi mumkin. Xalqni urib, so'kib, qamab, o'ldirib, boshqa qilib, lekin istak, orzu bu so'nishdan ko'ra ko'proq kuchayib boradi. Mana shu istak, orzu agar so'nayotgan bo'lsa ham, so'nayotgan, bu juda qiziq bir haligi falsafa. So'nayotgan bo'lsa ham ichki kuchni hali kuchaytirib boradi, xuddi vulqondek. Ya'ni vulqon o'zini ichiga qayrilgan paytda o'sha bir kuchayib, kengayib boradi. Agar bu jamiyatlarda ham mana shunday demokratiyaning, xalqning erkinligini bo'g'ib turilsa, bu ichkarida o'ziga katta kuch to'play boshlaydi va bir kun albatta otilib chiqadi. Lekin Jahongir aka, to'g'ri, mana shu yaqin tariximizga qarasak, biz O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, mana shu 130 yildan avval mana shu avvaliga Chor Rossiyasi davrida yashadik, keyin Sovetlar davrida yashadik. Undan avval ham xonlik davrida ham o'rtacha hisoblaganda bir 200 yil undan avval ham, lekin men yaqinrog'ini aytyapman, 200 yil avvalida biz bu tushunchalardan juda yiroqda bo'ldik. Va hozirgi kunda ham mana mustaqilligimizni 20 yilligi bo'lsa-da, lekin boshida mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki 90-yillarda boshida juda ko'pchilik shu umid qilgan edi, bizda ham shunaqa demokratik, normal jamiyat qurilishiga. Lekin mana oradan 20 yil o'tibdiki, bunday jarayon yuzaga kelmayapti. Lekin yaqin kelajakda ham ko'pchilik kuzatuvchilarning fikriga qaraganda va jumladan siz ham bu gaplarda mana fikrlarda aytasiz, qanday bo'ladi bu jarayon? Bu ko'rinmayapti-yu, bu demokratiyani qurilishi, umuman bir normal jamiyat bo'lishi. Buni qanday ko'rasiz siz? Albatta qiyin. Bu odamni mentaliteti, zehniyati bilan, balki o'sha genetikasi bilan ham bog'liq. Bilasiz, ba'zi odamda doim qul bo'lib yashash hissi ham bor. Bu masalan o'sha kimnidir, ya'ni mustaqillikni istamaydi-da, kimnidir qul ostida yashashdi. Kimdir unga yo'l ko'rsatishini oson deb biladiganlar ham bor. Masalan, bir sizga rivoyatni keltiray. Qisqa qilib aytaman bu rivoyatni. Shu sahroda bir 20 ta odamni olib ketishayotgan ekan, hammasini qo'liga zanjir urilgan. Va shunda bir hotamtoy chiqib qolibdi-da, rahmi kelibdi bu odamlarga, aytibdi, shu odamlarni ozod qilsam deganda bu olib borayotgan hukmdordan so'ragan ekan, u narxini aytibdi, pulini to'lab haligi ozod qilibdi shu odamlarni. Odamlar erkin har tarafga qarab yugurishibdi. Shunda bittasi to'xtab aytdi, to'xtanglar, biz endi nima qilamiz, qayoqqa boramiz? Hamma tomon sahro, ochdan o'lamiz-ku, kim bizni qornimizni to'yg'azadi? Demakki, haligi odam bizni dushmanimiz, bizni o'limimizni istadi deb qaytib kelib bu odamni toshbo'ron qilib o'ldirishgan ekan. Ba'zi odamlarda mana shu mentalitet bor. Lekin shu davr o'tsa, vaqt o'tishi bilan odam tushunishi kerakki, o'sha o'z qornini o'zi to'ydirish hissiyoti odamda paydo bo'lishi kerak. Ya'ni o'z yo'lini o'zi topa olish hissiyoti paydo bo'lishi kerak. Ba'zi odamlarda men ko'rdim, masalan, Afg'oniston orqali kelgan o'zbeklarda yo o'zimizdan kelgan o'zbeklarda 20 yildan buyon Amerikada yashab ham demokratiyani D harfidan xabardor emas. Hali ham o'sha eski usullarda, hali ham o'sha eski bir qolipni ichida yashayapti. Umuman bir siz tasavvur qiling, mana shu hovlingizda devor qilyapsiz. Bolangizga
o'rgatdingizki, devorda mana bu tomondan boshlab narigi tomonga qarab borish kerak. G'ishtni mana bunday, mana bunday, mana bunday, mana bunday terish kerak dedingiz. Bolangiz shuni shu tomonga teryapti g'ishtni. Bir paytda siz oldingizda hovlini o'rtasidan teskari tomonga tera boshladingiz. Bolangiz hayron bo'lib qoladi. Bu nima bo'ldi? Dadamning kallasi ishlamay qoldimi, jinni bo'lib qoldim. To'g'ri qilinayotgan ish teskari qilyapti deb. Ya'ni bugun bir necha avlodlar o'rgatilgan va mana 20 yilda yana bir avlod o'rgatildiki, g'ishtni mana bu tomonga qarab terasan deb. Men o'zim ko'rdim shu yerda o'nlab O'zbekistondan kelgan yoshlar bilan gaplashganimda doim aytamanki, qaranglar, sizlarning boshlaringiz bir kompyuter. Kompyuterning ichiga har qanaqa programmalarni qo'yib tashladi O'zbekiston. Rosa joylashtirdi. Ana endi sizlar shuni hammasini bitta-bitta olib tashlab, yangi programmalarni qo'yish kerak. Mana shu narsa lekin tez bo'layapti. Kelgandan keyin 1 yil, 2 yil ichida bolalar kompyuterni almashtirib olyapti. Balki mana shu kompyuterda boshni o'zgartirish, ongni zaharlangan ongni o'zgarish jarayoni ketishi uchun bir vaqt kerak. Deylik, bu rejim almashsada o'rniga boshqa bir yumshoqroq rejim keldi deylik. Undan keyin yana bir rejim kelsa, aslida 6 oyda bu ongni o'zgartirish mumkin. 6 oyda. Chunki bugun texnologiya davri, radio, televideniya davri. 6 oyda siz odamlarga g'ishtni bu tomonga terish xato ekanligini, mana bu tomonga terish to'g'ri ekanligini o'rgata olishingiz mumkin bugun. Ya'ni bugungi yutuq mana shunda. Asrlardir biz bundan mahrum edik. Ammo bugun mana minglab, millionlab yoshlar o'sha texnologiyani ichida yashayaptilar va bu imkoniyat bor. Endi albatta bugun baribir bu diktaturalar qadam-qadam yengilib boradi, ammo lekin o'zbek jamiyatida oson bo'lmaydi. Bu yana o'sha devorni qurish oson bo'lmaydi. Qiyinchilik bilan bo'ladi, chunki bugungi o'rnashib olgan rejim mustahkam, ular hamma yoqni qo'lga olgan. Bu bir paytlar meni esimdan chiqmaydi, Karimov meni O'zbekiston televideniyasiga rahbar etib tayinlaganda aytgan ediki, biz har bir idorada 5 ta odamimiz bo'ladi. Ya'ni shu 5 kishi ayni paytda ham bir-birini nazorat qiladi, ham boshqalarni nazorat qiladi. Keyingi masalan o'sha idorani quyida tayinlanadiganda shu 5 kishini yana har birini 5 tadan odamlari bo'ladi deb. Xuddi mana shunday bu O'zbekistonda bugun Karimov nihoyatda bir katta bir guruhni o'rnatib bo'lgan. Masalan, o'zini vazirlari bor, vazir o'rinbosarlari bor va ularni joylarda odamlari bor. Mana shunday ketgan to quyigacha. Shuning uchun ham nazar solsangiz, u vazirlarni hech qachon yo'qotib yubormaydi. Faqat almashtirib turadi, u tomondan bu tomonga, bu tomondan u tomonga. Sababi bular hammasi o'sha bir halqani ichida. Bu xuddi mana Hizb ut-Tahrirda yoki boshqa bir diniy guruhlarda bor halqa deyishadi. Mana shunday halqani tuzgan Karimov. Shuning uchun ham bu hozir mahkam turibdi, bir narsa bo'lsa ham bemalol chetga chiqib ketaveradi, qaytib kelaveradi. O'sha halqa bor. Lekin endi baribir bir kun men juda ishonaman, chunki bu halqa uziladi. Sababi halqa aylanib kelib bitta odamga bog'langan. O'sha bitta odam yiqilsa, domino effekt deydi. Bitta dominoni qator qilib terib qo'ysangiz, bitta birinchisi yiqilsa bo'ldi, qolgan tiq hammasi yiqilib ketadi. Lekin bitta odamga bog'langan va yiqiladi. Ana gap o'sha paytda kimlardir shu yiqilishni to'xtatib qola olsa, katta xizmat qilgan bo'ladi. Va o'shandan keyin O'zbekistonda ham o'sha bir demokratik jamiyat qurishga yo'l ochilishi mumkin. Yaqinda men Jahongir aka shu yerda bir Norvegiyadagi bir siyosatchi bilan gaplashganimda aynan shu sharqdagi vaziyat, umuman Osiyodagi vaziyat va jumladan biz O'zbekiston haqida ham gaplashganimizda albatta mavzu demokratiyaga borib taqaladi o'z-o'zidan. Shunda u kishi aytdiki, xalq qachonki sizlarda o'zi istamagunga qadar
chetdan turib yoki mamlakat ichida ham oz miqdordagi qolgan muxolifat xalq o'zi istamasa agar buni qilish qiyin deb aytdi. Lekin xalq balkim sizlarni xalqinglar istamas bu narsani. Sizlar bu yerda ma'lum bir guruh muxolifatchilar sizlar istaysizlar, lekin xalq istamas. Bu birinchidan, ikkinchidan albatta siz aytgandek zehniyat masalasi. Umuman G'arb Sharqda zehniyat masalasida demokratik tamoyillar, umuman G'arbdagidek demokratik tamoyillar rivojlanmagan. Umuman sizlarga demokratiya kerakmi, kerak emasmi degan bir mulohaza atrofida gaplashdikda. Aynan mana shundan keyin men ko'p o'ylanib qoldim haqiqatan ham. Siz mana shu fikrga qanday qaraysiz, Jahongir aka? Albatta bizda ming yillardir madaniyatimiz ham, dinimiz ham, hamma narsa, qarashlarimiz ham shu demokratiyaga qarshi qo'yilgan. Buni zolimlar qilgan bu ishni. Faqat podsholar emas, podsholarda atrofida ham minglab zolimlar bo'lgan. Mana shu zolimlar shuni yo'naltirgan. Oddiy bir oiladagi tarbiyadan boshlanadi emas. O'sha beshikdagi bolani tarbiyasidan boshlanadi. O'sha hech qachon biz bolani to bir 20 ga kirgancha odam deb hisoblamaganmiz. Bolani fikrini bugun ham bolaning fikri deb tushunamiz. Bugun ham biz bolani fikri bilan hisob kitob qilmaymiz. Hamda o'tkazib turib, o'g'lim, ha shu gapingiz to'g'ri, men gapim noto'g'ri, siznikini qabul qilaman degan otani milliontadan bitta topmaysiz. Sen o'tir tirrancha, hali sen nimani bilasan? Padaringga la'nat deymiz. Bilasizmi, mana shu bu ming yillardir kelgan narsa. Lekin masalan o'sha g'arb davlatlarida unday emas. 3-4 yoshli bolasi bilan o'tirib gaplashadi. Uni fikrini kerak bo'lsa oladi. Yoki undan kattaroq bolalar bilan ham gaplashadi. Ya'ni bu yerda gap u bolani deylik dunyoni bilish bilmasligida, ilmni bilish bilmasligida emas, u bolaning ham istagi borligida. U bolaning ham orzusi borligida. U bolaning ham o'zini mittigina qarashi borligida. Qachonki biz o'zimizni sindirib mana shunga kela olsak, vaholanki biz ayolda ayol demaymiz. Ming yillardir ayolda fikr borligini qabul qilmaganmiz. Men hech qachon unutmayman, o'sha Oliy Kengashning bir sessiyasida Toyiba To'laganova degan shu jasoratli deputat chiqib, Karimovni agar biz saylaydigan bo'lsak, bu odam diktator bo'ladi, O'zbekistonning kelajagini yo'q qiladi degan paytda Karimov chiqib aytganki, bu fikr ayoldan chiqmaydi. Ayollarda bunaqa fikr bo'lishi mumkin emas. Ayollar tovuqmiya bo'ladi. Buni orqasida turganlar bor. Biz shuni topishimiz kerak degan. Mana shu fikr minglab, millionlab odamlarda bor bu. Chunki bu singdirilgan, asrlardir singdirilgan bu narsa. Qachonki siz yoningizda yurgan xotiningizni do'stim deb qarasangiz, uni fikrlarini hurmat qilsangiz, ba'zi joylarda uni fikrlari sizdan ustun ekanligini ham qabul qilsangiz, qachonki siz o'sha bolangizni hurmat qilsangiz, bolangizni fikrlari bilan hisob kitob qilsangiz, to'g'ri oson emas, qiyin bo'ladi. Ko'chaga chiqib keting uydan, o'ylang, 1-2 soat o'ylang. O'sha bolangiz aytgan to'g'ri ekan. Keyin qabul qilib qaytib kelib boshini silab, bolam to'g'ri aytibsan. Shu seni aytganing to'g'ri, shunday qilamiz deng. Mana demokratiya shundan boshlanadi. Biz hali bunga kelganimiz yo'q. To'g'ri. Chunki mana shu, yana aytaman, o'sha zolimlar, o'sha rejim bunga yo'l bermaydi. Biz aytamizki, ha, ota-onani hurmat qil degan narsaga, hozir qarasangiz, O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston matbuotining asosiy mavzusi ota-onani hurmat qil, keksalarni hurmat qil. Lekin hurmat qilishni shunaqangi nima qilinganki, majburiy hurmat qilishga olib kelinganda. Ota-onani o'sha aqlliligi uchun, bilimi uchun, to'g'ri yo'l ko'rsatgani uchun
hurmat qilishni ota-ona qozonishi kerak. Tepadan birov aytishi kerak emas. Siz kelib, Ulug'bek kelib meni bolalarimga hamma qator bo'l. Jahongir akaga hurmat qilishim kerak. Bo'ldi, tamom deyishingiz kerak emas. Uni men qozonishim kerak. U bolalar o'zi meni hurmat qila olishi kerak. Men hurmat qiladigan pozitsiyaga kelishim kerak, bilasizmi? Shuning uchun ham bu har birimizdan bog'liq degan gap, o'sha sizga kim aytgan bo'lsa ham, ya'ni bizga ham bog'liq tomonlari bor degani ham to'g'ri. Boyagi bir tomonda zolimlar bor. Biz o'sha qaysi bir yoshga yetib, o'sha zolimligini his qilganimizda o'zimizdan ular bizga yuklagan o'sha yukni otishimiz kerak yelkamizdan. Ya'ni ular bizni ongimizga singdirgan zaharni chiqarib tashlashimiz kerak. Shuning uchun ikki tomonlama, ya'ni bu yerdagi narsa bor. Shuning uchun bizning jamiyatimizda oson bo'lmaydi deyotganimning sababi mana shunda. Mana ko'ring, o'sha hatto mana chet elga chiqib necha yil bo'ldi chiqib ketganimizga, hozirgacha ham masalan biz bir demokratik doiralarda gaplasha olmaymiz. Demokratik doiralarda muzokaralar qila olmaymiz. Ozgina narsaga baribir jahlimiz chiqib ketadi. Ozgina narsadan haligi xafa bo'lib ketamiz bir-birimizdan. Ya'ni shuning uchun ham men demoqchimanki, oldimizda noto'g'ri tomonga qurilgan devorlar juda ko'p. Faqat shunday qurilganki, mana shu darvozaga qurilgan devorlar. Siz tashqariga chiqishingiz kerak bo'lgan darvozaga devorlar qurilgan. Yana uning ichidan devor qurilgan, yana uning ichidan devor qurilgan. Ya'ni biz mana shularni qadam-ba-qadam ochib borishimiz kerak. Balki mana shu suhbatlarimiz ham o'sha devorlarni bitta g'ishtini olishdir. Mana shunday gaplarni, shunday suhbatlarni ko'paytirib qancha borsangiz agar boshqalarni fikrlarini qo'ysangiz, tabiiy bitta odam shuni ko'rsa, bitta odam ham agar o'sha men ham shu g'ishtni bu yoqqa emas, bu yoqqa kelishim kerak desa, demakki O'zbekistonda o'sha ozgina bo'lsa ham oldinga qadab bir intilish bo'ladi. Jahongir aka, rahmat. Mana shu nima deydi? O'zbekistonda mana hozirgi real vaziyatni olib qaraydigan bo'lsak, hamma bir masalan Amerikadan bir paytlar men O'zbekistonda edim, senatdan odamlar kelgan, delegatsiya kelgan edi, boshqalar keyin boshqa xalqaro tashkilotlardan. Ular birinchi marotaba kelishi va unda bizda jurnalistlar bilan, huquq himoyachilar bilan uchrashib, rasmiy ko'rinish tugagandan keyin ular hayron bo'lardiki, ko'chaga chiqib aylanib yurganimizda sizlarda har narsa yaxshiga o'xshaydi. Hech kim hech narsa demayapti. Faqat sizlar gapirasizlar deydi. Undan tashqari mana hozir men fikrimda shu ko'rsatuvda kechada rejalayotgan paytda shularni meni fikrimda aylanib yurdi. Biz haqiqatan ham chetdagi ziyolilar O'zbekistonda hayot yomonligi va odamlar norozi bo'layotganidan gapiramiz va bizga asoslanib xalqaro tashkilotlar va boshqa g'arbdagi demokratik davlatlar ham shunday deydi. Lekin ichkarida xalq rozi deydi, indamasdan, masalan, sukut rozilik alomati deydi, borsangiz bozorlar ochiq, hamma to'y qilyapti, hamma boshqa, lekin bu yerda tashqarida isyon qilamiz, undoq qilamiz, bundoq qilamiz degani bilan O'zbekistonga bu suvga singib ketganday. U birinchidan. Demoqchi bo'lganim, biz tashqarida g'arbdagilar umuman boshqa fikrda aytsak, O'zbekistonda uni aksincha bo'layotgandek bo'ladi. U birinchidan. Yana bir misolki, mana paxta masalasida. Bu ham mana shu demokratiyaga bog'liq deb o'ylayman. Bolalikdan paxta terishga, umuman jismoniy ish qildirishga biz o'zbeklarda shu zehniyatimizda bor. Lekin bu tashqarida mana shu turli konvensiyalarga va xalqaro qonunlarga buzib va o'zbeklarda bolalari paxta teryapti, mana qancha aksiyalar bo'ladi, qancha bu haqida ma'ruza dokladlar, hisobotlar yoziladi. Lekin bizni zehniyatimizda mana ota ham, ona ham bor dalaga chiq, paxta ter, 10 yashar bolasida ham mehnat qilsang o'lmaysan, mehnat nima deydi, qotiladi deydimi, umuman mehnatkash bo'lgan deb o'zlarimizda ham bor shu narsa. Men demoqchi bo'lganim, nima uchun bizda ichkarida
ichida, O'zbekistonni ichida umuman boshqa muhitu tashqaridan baholayotganimizda umuman boshqa muhit kelib chiqyapti va bu nima, xalqni sukut rozilik alomatimi yoki qo'rquvmi yo biz zehniyatimizmi, bu qanday faktorlar bilan bir izohlabsak bo'ladi Jahongir aka? Endi bilasizmi, yana o'sha boyagi juda katta ko'lamda emas, kichkinaroq ko'lamda olib qarayman. Yana o'sha oila. Masalan, oilada turli tuman muammolar bor, kamchiliklar bor, yetishmovchiliklar bor, deylik, go'shi yo'q, noni yo'q, hech narsasi yo'q. Ammo lekin kechqurun oilani erkagi keladigan paytda ona hamma bolalarni tinchitadi. Hammang jim o'tirasan, dadang kelyapti ishdan, hammang tabassum qilasan, qo'liga suv solasan, sochiqni ushlab turasan, dasturxonni solasan, unday, bunday, tamom. Hamma yoq haligi inglizlar aytganda bunday qiladi, okey deydi-ku, mana shunaqangi. Bilasizmi? Keyin ota ham keladilar, aslida ota ham hamma narsadan xabardor, lekin yaxshi yopilyapti, xotin hamma narsani nima qilyapti-da, shuning uchun men o'zbek ziyolilarini ko'pincha o'sha xotinga o'xshataman-da. Karimov bu yerda yuradi, Karimov hech narsani bilmaydi-da, ular hamma narsani go'yoki yashirib qo'ygandek. Mana shunaqangi holat, shuning uchun ham bu yerda bir ko'rinish, u yerda bir ko'rinish. Umuman aslini olganda chetdan qaraganlarga endi menimcha ko'proq ko'rinadi, chunki Andijon voqealarini ichkaridan har qanday baholashadi, boshqa, lekin satelitdan qarasangiz agar hamma narsani aniq ko'rasiz. Satelitdan olishganini shunday qarasangiz, qanaqasiga BTRlar ketyapti, qanday o'tyapti, nima bo'layapti, hammasi shunday oson, tepadan qaraganda, tepadan ko'rgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Shuning uchun ham o'sha chetdan qaraganga ko'proq narsa ko'rinadi. Kechagina men O'zbekistondan kelgan bir kishining uyida mehmon bo'ldim. Hech narsadan xabari yo'q. Kattagina joyda ishlaydi, kattagina pul topadi, hamma narsasi bor. Satelitim bor aka, radio, haligi televideniyalarda ulab qo'yibman, Rossiyani ko'raman, uni ko'raman, hamma narsa bor. Meni televizorimdan ozodlik aytadi, ochib qo'yaman ham deydi. Lekin oddiy narsalardan, O'zbekistonda ko'p narsadan xabari yo'q bechoraning. Bu yerga kelib, bu yerdan o'rganyapti o'sha gaplarni-da, chunki bu yerdan turib bilganlar ko'proq. Endi xullas, o'sha asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, baribir o'sha ikki tomonlama oiladan boshlash kerak. Oilada ko'p narsani o'zgartirish kerak. O'sha boya aytdingiz, bolasini urib, so'kib dalaga olib boradi deb, men bitta misol keltirishim mumkin. Biz o'qir edik, 1-may kuni bizda 1-may bayram kuni aytganki, tez toklarni ochish kerak ekan, bayramga bormaysizlar, tok ochishga kelasizlar degan maktabda. Tok ochish nima degani? Ha, bizda toklar ko'miladi qishda, bahorga kelib ochiladi, tuproqni ostidan chiqariladi. Tokni ko'mish, tokni ochish deyiladi shu. Butun o'sha Samarqand rayonida yashaganmiz, bu men sabzavotchilik, mevachilik rayoni va mana shu tok uzum uchun yerga ko'miladi, qishda sovuq urmasin deb ko'miladi, keyin tuprog'i chiqarib ochiladi. Shu kechikib qolgan, endi may oyiga kelib qolibdi, rayondan komissiya kelgan, to'polon bo'lgan, xullas bayramni qoldirib haligi nima qilganmiz? Endi hammamiz yosh bolalar bayramga tayyorgarlik, yaxshi kiyimlar olganmiz, zo'r kiyimlar olganmiz. Shunaqa degandan keyin bor deganda. Shunda rahmatli onam kelib o'qituvchimiz bilan rosa tortishganlarki, bu bayram bu. Bu bola 15 kundan buyon yangi kiyimlarni kiyaman deb orzu qilib yuribdi. Men yangi ko'ylak olib berdim, yangi shim olib berdim, hammasini shuni kiyib shaharga chiqaman deb shuni orzu qilib yuribdi. Sizlar buni orzusini o'ldiryapsizlarki desalar, endi ular nima deganini bilmayman, men faqat shu tortishuvni ustiga kelib qolganman.
Demakki, agar o'sha paytda balki 5-10 ta ota-ona shunday talab qilsa, ular to'xtatishi ham mumkin edi bu narsani. Lekin siz aytgandek ko'pincha aksi bo'ladi. Ota-onalar o'zlari o'sha bolalarni majbur qilib yuborishadi. Bu o'sha biz tirnoqqa zormiz deymiz, bolamiz unday, bolamiz aziz deymiz. Bola tug'ilmasa bormagan joy qolmaydi, daraxtga ham borib sig'iniladi. Bola agar ko'rmasa agar Qirg'izistondagi bir tepaga ham borib sig'iniladi, Turkmanistonga ham boriladi-da. Qilinmagan ish qolmaydi, sarflanmagan pul qolmaydi. Lekin bolaga zarracha bir muhabbat ko'rsatilmaydi. Axir u seni jigaring, u seni kelajaging, uni birov olib ketib uni umriga zomin bo'lyapti. O'sha bola uchun tura olmasa, u odam hech qachon millat uchun, mamlakat uchun, demokratiya uchun, xalqi uchun hech qachon tura olmaydi. Birinchi navbatda inson o'z bolasi uchun oyoqqa tura olishi kerak. O'z bolasini himoya qila olishi kerak. O'z bolasini o'sha zolimni zug'midan chiqara olishi kerak. Mana shu narsa tabiiyki bu ham o'sha boyagi yana zehniyatimizga taqaladi. Bu narsani menimcha hozir ko'ryapti. Biz odamlarimiz mana dunyoga tarqalib ketdi. Men doim aytaman, yomonni yaxshisi bo'ladi. Har qanday yomonni bir yaxshi tomoni. Karimovni mana zulmidan chetga chiqib ketganlar bugun baribir chetda ko'ryaptilar. Men Nyu-Yorkda borib aytaman, ey do'stlar, bir umr mardikor bo'lib qolsangiz ham bolangizni o'qiting deyman. Men keyingi borganimda bir nechta odamlar bilan uchrashdim. O'zlari qiynalib bo'lsa ham bolalarini o'qityapti shular. Bolalarini kelajagini o'ylayapti. O'zbekistonda ham bir kun mana shunday bir kunlar kelar, lekin hali juda uzoq. Ammo lekin shunga yetishishimiz kerak. O'sha kunlarga yetishsak, o'z bolasi uchun qayg'uradigan, o'z bolasi uchun turadigan odam qo'shnisini bolasi uchun ham turadi. Amerikada mana shu agar men yashayotgan joydan 200 metr uzoqda bir bola yig'lab turgan bo'lsa, shuni eshitgan odam darhol politsiyaga telefon qiladi. Agar bitta odam bolasini ursin, darrov 3-4 ta odam to'planadi. Nima uchun bu bolani uryapsan deydi. Meni xabarim bor, Rossiyadan kelgan bir ayol tashqarida bolasini olib chiqqan sovuqda, kolyaskaning ichida sovuqda bola ochiq shunday turib dirillab yig'layapti bolada. U ayol bittasi bilan maza qilib gaplashib o'tiribdi u yerda. Darrov telefon qilishgan, hukumat oldi bolani tortib shunda. Ya'ni bolaning ham huquqlari bo'lishi kerak. Bugun biz mana huquqlar haqida katta gaplar gapiryapmiz. Birinchi navbatda o'sha bolaning huquqlari ham himoya qilinishi kerak. Buni ota-ona qiladi. Shuning uchun ham bular juda katta kompleks, ya'ni narsa bu. Hammasi bir-biriga bog'liq, boyagidek bir katta bir zanjir kabi narsa. Tabii buni o'rab turgan o'sha zanjirni tepasida bir uzilish bo'lsa, keyin yo'l ochilib ketadi degan bir umid bor. Umid hech qachon o'lmaydi endi. Chunki o'sha umidsizlikni baribir umid o'ldiradi. Rahmat Jahongir aka, demak bugungi mana shu mavzuyimiz eslatib o'tmoqchiman, qadrli teletomoshabin do'stlar. O'zbekistonda qachon demokratik huquqiy davlat quriladi yoki demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari haqida edi. Biz mana shu bugungi oldimizga katta mavzu qo'ygan, lekin meni nazdimda bugun mana shu birinchi mavzu, shu mavzumizning birinchi qismiga atroflicha to'xtaldik. Ijozatingiz bilan Jahongir aka, mavzuyimizning ikkinchi qismi, ya'ni demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari haqidagi suhbatimizni keyingi payshanbaga qo'ysakda, keyin davom ettirsak, bugun mana shu yerda ko'rsatuvimizni o'z poyoniga yetkazsak. Faqat bitta iltimos, o'sha mana shu salbiy tomon degan odamlar juda ko'p. Iltimos, xohlagancha savollarni bersalar, mana bu salbiy, mana bu salbiy, mana bu salbiy deb men javob berishga harakat qilaman. Rahmat.
Demak, aziz teletomoshabin do'stlar, bugungi mana shu mavzumizning ikkinchi qismi, ya'ni demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari haqida keyingi ko'rsatuvimizda suhbatlashamiz. Aynan mana shu mavzuda demokratiyaning ijobiy va salbiy tomonlari haqida keyingi dasturimizga qadar bizni elektron pochtalarimizga maktub yo'llang Jahongir akaga. Umuman hozir Jahongir aka aytganlaridek ham mana shu salbiy tomonlari qaysi, ijobiy tomonlari qaysi va mana shuni baholi qudrat keyingi ko'rsatuvda demak gaplashamiz. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, o'rganishga molik mavzular mualliflik ko'rsatuvi haftada 2 marta seshanba va payshanba kunlari Yevropa vaqti bilan soat 19 da Zamondosh televideniyasida e'tiboringizga havola etiladi. Haftaning har seshanba kuni Bobur Malikov ishtirokida, payshanba kunlari esa Jahongir Muhammad ishtirokida ko'rsatuv bo'lib o'tadi. Ko'rsatuvda siz o'zingiz yo'llagan savollarga javoblarni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekiston davlat va siyosat arboblari kechirasizlar, olimlar, adiblar, taniqli shoir, yozuvchilar, jurnalistlar hamda millat va xalqimiz xizmatidagi ziyolilarimizning yaratgan bebaho maktablarini unib o'sib kelayotgan yosh avlodga yetkazish va ularning tajriba hamda bilimlarini onlayn tarzda o'rganish, shuningdek ko'rsatuvlar arxividan kelgusida ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun zaxira jamlab borish ko'rsatuvimizning asosiy maqsadidir. Muhtaram muxlislar, agarda sizning janob Bobur Malikov hamda janob Jahongir Muhammadga savollaringiz bo'lsa, marhamat ko'rsatuv muallifi Kamina Ulug'bek Bakirovga elektron pochta orqali ubakirov elektron pochta belgisi gmail.com yoki Nurafshon 1980 elektron pochta belgisi mail.ru manzillariga yuboring. Istasangiz savollaringizni o'zingiz audio yoki video formatda Bobur Malikov va Jahongir Muhammadga yuzma-yuz jonli tarzda berishingiz ham mumkin. Faqat bu hafta avvaldan bizga maktub orqali xabar bering. Yo'llagan maktubingizda iltimos iloji bo'lsa telefon raqamlaringizni ko'rsatib o'ting. Biz siz bilan aloqaga chiqamiz. Savollar yo'llang. Sizning savollaringiz biz uchun muhim. Qadrli Jahongir aka, bugungi ko'rsatuvimizda qimmatli vaqtingizni ajratib ishtirok etganingiz uchun ijodiy jamoamiz va barcha teletomoshabinlarimiz nomidan sizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Hamisha salomat bo'ling. Kelasi payshanba oqshomida ko'rishguncha omon bo'ling aka. Katta rahmat. Shu nuqtagacha agar bizni tomosha qilganlar bo'lsa, toqatlariga baliq. Rahmat. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, shuning bilan o'rganishga molik mavzular teledasturining yana bir soni o'z poyoniga yetdi. Kelasi seshanba oqshomida efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Savollaringizni kutamiz. Siz Zamondosh televideniyasini tomosha qilyapsiz. Biz bilan qoling.